Internetdan ko'rib kelyapsizmi? Xalqaro gilamlar yarmarkasi bo'lyapti, xabaringiz bormi? Voy, Samarqandliklar bormi do'stlar? Samarqandliklar, hoppa, gilamlarni qaranglar, ketdi Samarqandga. Xabaringlar bo'lsa, Jizzax shahrida, Jizzax viloyatida xalqaro gilamlar yarmarkasi bo'lib o'tmoqda. Mana hamma yoqdan obunachilarimiz kelib, gilamlarni teng yarim narxida xarid qilmoqda. Sensatsiya, bunaqasi umuman O'zbekiston tarixida bo'lmagan. O'zbekistonda xalqaro gilamlar yarmarkasi bo'lib o'tibdi. Aynan Jizzax viloyatida mezbonlik qilyapti. Mana obunachilarimiz hamma yoqdan kelib, hozir Samarqanddan ham salkam 20 millionlik gilamlarni olib ketdi. Bundan oldin Toshkentda, Istoriya qo'ydan hamma viloyatdan kelyapti. Assalomu alaykum opajon, to'xta. Internetdan ko'rib kelyapsizmi? Xalqaro gilamlar yarmarkasi bo'lyapti, xabaringiz bormi? Keldik. Xayrot mahallasi. Xayrot mahallasi. Gap yo'q. Kiravering hammasi yarmarka narxida. Shunaqa gaplar do'stlar, siz ham yarmarkadan foydalanib qoling. Hamma yoqda shov-shuv bo'lyapti. Gilamlar teng yarim narxida do'stlar. Ulgurib qolish kerak. To'yga to'yona, like bosib qo'ying, to'y boshlab qo'ygan. Hamma tanishingizga tarqatib qo'ying. Manzil aytmoqchilik. Manzilda juda ko'pchilik obunachilarimiz so'radi. Zomin Ravoddan kirib kelishda Osiyodan o'tgandan so'ng yo'lning o'ng qo'l tarafida keladi. Saltanat gilam zavod, gilam bazasi. Shundoqqina Turoboy zapravkasi mavjud mana. Turoboy zapravkaning to'g'risida joylashgan telefon raqamlari bor. Aloqaga chiqib yarmarkadan foydalanib qoling. Telegramdan lokatsiyalar tashlab beriladi.